ta'lim vazirligidan sizga qanaqadir munosabat bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'ldi. U masalada ha, ta'lim vazirligimiz, keyin yaxshi eslatdingiz, maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmamiz. Men rahmat aytaman. Chunki Sherzod Dolimov shu paytgacha misol nima yordam kerak bo'lsa taklif qilishdi. Lekin meni misol shu jarayonda boshqa tizimda nimasi oddiy misol mana soliq rahbarim bir kun ham xizmat tekshiruv qilmasa shunday ishdan bo'shatib yubordi. Bir kun ham yo bir soat ham xizmat tekshiruv bo'lmadi. Vaziyatga oydinlik kiritmadi, lekin meni rahbarim, ishonasizmi? Yo'q, bu meni xodimim. Oldin aybini bo'yniga qo'yib ber. Men xursand bo'ldim. Shunaqangi tizimda ishlayotganimdan faxrlandim. Bu ayol shunaqa ekan deb turib, rasmiy ishdan bo'shatib yubormadi. Aynan Sherzod Dolimovga rahmat aytaman. Bu haligi men iskrin ichimdan aytayapmanki, bu odam o'sha gaplarga ishonib turib, meni yanada Farg'ona viloyat maktab ta'lim boshqarmasining boshlig'i, bu ayol shunaqa ekan meni chetga chiqarib qo'ymadi. Misol hozirgacha ham biror marta chaqirib, bosim qilib, yo ariza yozishimni talab qilmadi. Lekin ular shuni so'raganida yo'q. Bu uni shaxsiy hayoti. Agar qo'lingda daliling bo'lsa ber, qonuniy ber, biz qonuniy javob beramiz. Qo'rqib yo birovdan nima qilib turib meni hali ishimga aralashishmadi. Ular faqat menga yordam berishyapti. Tushunarli, mana yaxshi, Farg'ona viloyatining o'sha xodimlar sizga yordam beradi ekan, lekin vazirlikdan ham so'raydik. Bu bo'yicha qanaqadir o'sha sud bilanmi o'sha qonuniy bo'lishini ular ham qanaqadir talab qilishni so'rab qolgan bo'lardik. Rahmat. Mayli, hurmatli do'stlar, o'zingizlar eshitib turibsizlar singlimizning gaplarini. Biz o'sha administratsiya rahbaridan va o'sha ayollarni himoya qiluvchi tashkilotlarimiz bor. Shulardan so'raydik. Himoya qilishlarini, qonuniy himoya qilishlarini so'raydik. Rahmat. Rahmat.